بسم الله الرحمن الرحيم نهايت şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. والنجم إذا هوى Saqıgan yulduzlar bilen qasamki ما ضل صاحبكم وما غوى sizlerning hamroyinglar, ya'ni Muhammad alayhissalom gumroh bo'lmadi va yo'ldan adashmadi. وما ينطق عن الهوى O o'z nafsi xohishi bo'yicha so'zlamaydi. إن هو إلا وحي يوحى Faqat uningga nozil qilingan vahiyni so'zlaydi. علمه شديد القوى Vahiyni uningga kuchli farishta Jibril ta'lim berdi. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى Uning, ya'ni Jibrilning ko'rinishi chiroyli bo'lib, yuqori ufqda o'z shaklida turdi. ثم دنا فتدلى Ondan o asta-asta Muhammad alayhissalomga yiqilishib, tuvanga sangildi. O payg'ambar alayhissalomga 2 yochoq miqdori yoki uningdimi yiqiroq yiqinlashdi. فكان قاب قوسين أو أدنى O payg'ambar alayhissalomga 2 yochoq miqdori yoki uningdimi yiqiroq yiqinlashdi. فأوحى إلى عبده ما أوحى Allah bandisiga Jibril orqali tegishlik vahiylarni vahiy qildi. ما كذب الفؤاد ما رأى Uning ko'rganini dili inkor qilmadi, ya'ni rost ko'rdi. أفتمارونه على ما يرى Ey mushriklar jamoasi, uning ko'rganlari ustida uning bilan munozara qilishamsizlar. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى O Jibrilni haqiqatan ikkinchi qitim Sidratul Muntaha darxining yindi ko'rdi. عندها جنة المأوى Jannatul Ma'wa bo'lsa, Sidratul Muntahaning yinidir. إذ يغشى السدرة ما يغشى O Sidratul Muntahani olamlarning Parvardigorining nuri qoplagan chog'da ko'rdi. ما زاغ البصر وما طغى Payg'ambarning ko'zi o'ng so'lga buralmadi. Ko'zlangan narsadan o'tib ketmadi. لقد رأى من آيات ربه الكبرى Shubhisizki, u Parvardigorining qudratini ko'rsatadigan buyuk alomatlarni ko'rdi. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى Aytib beqinglarchu, Lat, Uzza va uchinchisi bo'lgan manatlar Alloh taoloda kuch-quvvatga egimi? ألكم الذكر وله الأنثى Ey mushriklar jamoasi, sizlarcha yaxshi hisoblangan o'g'il bola sizlarga xos bo'lib, sizlarcha yomon hisoblangan qiz bola Allohga xosmi? تلك إذا قسمة ضيزى Undaqda bu adolatsiz taqsimotdir. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى Bu butlar faqat sizlar va ota-bobonglar otib olgan quruq nomlardan iborat. Allah buni isbotlaydigan hech bir dalil pok tushirgani yo'q. Ularga Parvardigor tarafidan shak shubsiz hidoyat, ya'ni payg'ambar va Qur'on kelgan turuqliq, ular faqat gumong'ila
va nafslarining xohishiga ergishadi. أم للإنسان ما تمنى İnson nimani orzu qilsa shu bo'lamdi. فلله الآخرة والأولى Oxirat va dunyo Allohning ilkididir. Ya'ni dunyo va oxiratlik ishlarning hammasi Allohning xohishi bo'yicha bo'ladi. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Osmonlardan nurg'unlagan farishtalar bo'lib, ularning shafoati hech narsaga asqatmaydi. Faqat Alloh o'z xohlagan va rozi bo'lgan odamga shafoat qilishga ruxsat qilsa, ondan ularning shafoati asqatadi. Innallazina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Shubhisizki, oxiratga iymon etmaydiganlar farishtalarni Allohning qizlari deb kishi jins nom bilan ataydi. وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Ular mundaq atashda hech qanday ilmga ega emas. Ular faqat gumonga asoslanadi. Gumon degan haqni isbotlashda hech narsaga yaramaydi. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Bizning zikrimiz, ya'ni iymon bilan Qur'ondan bosh tortgan, faqat dunyo tirikchiligini ko'zlaganlardan yuz o'rgin. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. Ularning ilmdan yetgan yeri ana shu. Shubhisizki, Parvardigoring o'zining yo'lidan ozgan odamni obdan biladi. Hidoyat topgan odamni obdan biladi. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Alloh yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot berdi. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Ular çoğun günahlardan ve kabih işlerden yirak buludu. Küçük günahlar bunundan müstesna. Hakikaten Parvardigarının mağfireti kengdir. Allah sizlarni ziminden yaratgan çağdaki vaqtinglardan tartib, onanglarning qo'rsqidagi bola vaqtinglardan tartib obdan biladi. Shuning uchun sizlar o'zinglarni pok hisoblamanglar. Allah taqvodor bo'lgan odamni obdan biladi. Afara'aytallazi tawalla. Ey Muhammad, iymondan yuz o'rgan odamdan xabar bergin. Wa a'qa qalilan wa akda. U shart qilingan moldan ozg'ini berdi, qolganini bermadi. A'indahu ilmul g'ayb fahuwa yara. Uning dargohida ilmi g'ayb bo'lib, u g'aybni bilamdi. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. U Musaning va Ibrohimning sahifalaridagi so'zdan xabardor bo'lmadimi? Wa Ibrohim allazi waffa.
ألا تزر وازرة وزر أخرى. İbrahim vafodar kishi edi. Bir gunohkor odam yana birovning gunohini ko'tarmaydi. Ya'ni birov boshqa birovning gunohi tufaylidan jazoga tortilmaydi. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. İnson faqat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'rdi. وأن سعيه سوف يرى. Uning qilgan ishi kelgusida ko'riladi. Ya'ni uning amali qiyomat kuni uningga to'g'rilandi. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. Ondan uningga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. وأن إلى ربك المنتهى. Hammaning oxiri boradigan joyi Parvardigoringning dargohidir. وأنه هو أضحك وأبكى. Allah insonni kuldiraydi va yig'iltalaydi. وأنه هو أمات وأحيا. Allah o'ltirishga va tirildirishga qodir. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. Allah bir juftni erkak bilan chisini yaratdi. من نطفة إذا تمنى. Itilib chiqqan manidan yaratdi. وأن عليه النشأة الأخرى. Hisob uchun insonlarni ikkinchi qitim yaratishni ustiga oldi. وأنه هو أغنى وأقنى. Allah insonni boy qila oladi va mamnun qila oladi. وأنه هو رب الشعرى. Allah shi'ra yulduzning parvardigoridir. وأنه أهلك عادا الأولى. U, ya'ni Allah qadimki odni halok qildi. وثمود فما أبقى. Samudni halok qildi va ulardan birini qo'ymadi. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. Ilgari Nuhning qavmini halok qilgan edi. Shubhisizki, ular texmo zolim, texmo sarkash edi. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشا. Lut qavmining shaharlarini dum ko'mtiribdi. Uni dahshatli toshlar qoplab oldi. فبأي آلاء ربك تتمارى. Ey inson, Parvardigoringning qaysi bir ne'matidan gumonlansan? هذا نذير من النذر الأولى. Bu, ya'ni Muhammad alayhissalom ilgirki ogohlantiruvchilarning jumlasidan bo'lgan bir ogohlantiruvchidir. أزفت الآزفة. Qiyomat yaqinlashdi. ليس لها من دون الله كاشفة. Uningga Allohdan boshqa kashf qilguvchi, ya'ni uning vaqtini bilguvchi yoki uning azobini dab'i qilguvchi yo'qdir. أفمن هذا الحديث تعجبون. Ey mushriklar jamoasi, masxir qilib bu Qur'ondan ajablansizlar. وتضحكون ولا تبكون. Uni anglagan chaqda kulamsizlar, yig'lamsizlar. وأنتم سامدون. Sizlar g'ofildirsizlar. فاسجدوا لله واعبدوا. Allohga sajda qilinglar va uningga ibodat qilinglar.